Shou biznesda serfarzandligi bilan rekord o'rnatgan xonanda Botir Qodirov haqida shoshilinch va muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Shou biznes yangiliklaridan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Botir Qodirov oilada yolg'iz farzand bo'lgan Botir Qodirovning 15 ta farzandi bor. To'g'ri, ularning onasi bir emas, ammo xonanda farzandlari bir-birini yaxshi tanishi haqida aytib o'tgan. Farzandlarimning bari bir-birini tanishadi va do'stona munosabatda bo'lishadi. Boshqa oilamdan bo'lgan farzandlarim birinchi oilamga kelib, bemalol o'ynashadi. Farzandlarim uchun albatta vaqt ajrataman. Ularning barini yig'ib, istirohat bog'iga yoki ovqatlanishga olib boraman degan xonanda intervyulardan birida. Hozirgi kunda barcha san'atkorlarimizdan birinchilardan bo'lgan, ya'ni farzandi ko'pligi borasida birinchilardan bo'lgan Botir Qodirov shu 2-3 yil mobaynida boshidan ancha sinovlar o'tgani va bu barchasi yaxshilik bilan yakun topgani haqida xursand bo'lib so'zlagan.